Salom do'stlar, sizlar bilan Doktor Oybek. Bugun birgalikda 3 ta brendning bir xil tipdagi tish shotkalarini birgalikda obzor qilamiz va videoni so'ngida menga qaysi shotka eng ko'p yoqqanligi haqida aytib o'taman. Xo'p, bugun sizlar bilan birgalikda Splat brendini o'rtacha qalinlikdagi tish shotkalari, ya'ni o'rtacha qalinlik deganda shotkani tolalarini qalinlik ko'rsatkichi bor. Yumshoq, o'rta va qattiq holatdagi shotkalar mavjud. Biz bugun siz bilan 3 ta brendni o'rtacha qalinlikdagi tish shotkalarini birgalikda obzor qilamiz. Birinchi shotkamiz bu Splat shotkasi. Ikkinchi brendimiz Biomed tish shotkalarini obzor qilamiz va uchinchisi xalqimiz eng ko'p foydalanadigan, deyarli butun dunyo ko'p foydalanadigan Colgate'ning o'rtacha qalinlikdagi tish shotkalarini birgalikda obzor qilamiz. Xo'p, birinchi ochib ko'radigan shotkamiz bu Splat Ultra Sensitive, ya'ni sezuvchanlikka ta'sir qiladigan deb ko'rsatilgan maxsus tish shotkalari. Ochib ko'ramiz. Xo'p. Xo'p. Tish shotkamiz Splat brendi tushirilgan polipropil. Xo'p. Shotkamizni dastasi plastmassadan tashkil topgan, ushlash uchun qulay. Shotkani qalinliklari yaxshi, o'rtacha qalinlikdagi shotkalar, zichligi ham yaxshi. Bularni foydalanib ko'ramiz. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa, shotkalardan, har qanday tish shotkalaridan foydalanishdan oldin uni iliq suvda yuvishlik va orqasida ko'rsatilganki sovun bilan yuvishlik ko'rsatilgan. Nima uchun sovun bilan yuvishgan bilmadim, lekin sizga tavsiya etiladigan narsa iliq suvda yuvib, yaxshilab tozalab, maxsus o'zingiz foydalanadigan tish pastalaridan surtib foydalanib ko'rish sizga tavsiya etiladi. Hop, biz ham foydalanib ko'ramiz. Shotkamizni yuvib keldim. Endi undan foydalanib ko'ramiz. Foydalanishdan oldin sizga bir ma'lumotni ulashmoqchiman. Tish shotkalaridan har 3 oyda yangilashlik sizga tavsiya etiladi. Chunki 3 oy muddatdan so'ng tish shotkalarining uchlari yaroqsiz holatga keladi. Ular sizning tishingizni tozalamaydi. Aksincha, o'zida yig'ib qoldirgan ovqat qoldiqlarini battar sizga yana qaytadan yuqtirishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun har 2-3 oyda bularni yangilashlik sizga tavsiya etiladi. Shotkani harakatlari oldingi tishlarda, yon tishlarda ham tepadan pastga tomon harakatlantirish sizga tavsiya etiladi. Nima uchun? Chunki tolalarimiz ko'rib turganingizdek yuqoriga yo'nalgan tikka holatda joylashgan. Tishlarimiz bir-biri bilan vertikalniy joylashganligi uchun ularni orasidagi ovqat qoldiqlarini chiqarishlik uchun shotkamizning harakati tepadan pastga, tepadan pastga, tepadan pastga, tepa tishlarimiz uchun. Pastki tishlarimiz uchun pastdan yuqoriga harakatlantirsak, biz tishlarimizni orasidagi ovqat qoldiqlarini shotkalarimiz yordamida bemalol chiqazib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz shotkamizdan foydalanib ko'ramiz. Qani bizga yoqadimi, yo'qmi bu shotka? Xo'p. Yumshoqligi zo'r, juda ham yaxshi holatda. Xo'p, endi men tishimni chayib kelaman, undan so'ng obzorimizni davom ettiramiz. Xo'p, endi ikkinchi shotkamiz Biomed brendini o'rtacha qalinlikdagi tish shotkalaridan foydalanib ko'ramiz. Qani Splatdan yaxshiroqmi yoki bir xilmi? Xo'p, Biomed tish shotkamiz plastmassadan tashkil topgan, ushlashga qulay, o'rtacha, yaxshi. Shotkalari o'rtacha qalinlikda, rangli shotkalardan foydalangan. Splatniki esa bir xil rangda edi. Endi balkim Splatning boshqa shotkalar rangli bo'lishligi mumkin. Farqini sizga aytib o'tayapman. Xo'p, buni ham yuvib foydalanib ko'ramiz. O'rtacha qalinlikdagi shotkalar nima uchun tavsiya etiladi? O'zi nima uchun yumshoq, o'rtacha qalinlikdagi va qalin shotkalarga ajratilgan tish shotkalari? Sababi yumshoq
tipdagi shotkalar bu milklari qonuvchan bo'lgan bemorlarga, milklari shamollagan bo'lishligi mumkin yoki tishlari o'ta sezuvchan holatdagi insonlarga yumshoq tolali tish shotkalaridan foydalanish tavsiya etiladi. O'rtacha qalinlikdagi shotkalar esa bu asosan eng ko'p foydalanadigan tish shotkasi hisoblanadi. Nima uchun? Bular o'sha sezgirligi yuqori bo'lmagan, odatiy tishlari sog'lom bo'lgan insonlar foydalanishligiga mo'ljallangan tish shotkalari. Qalin turdagi shotkalar esa bu tishlari tez tish nalyotlari, ovqat qoldiqlari tez yig'iladigan, tish toshlari tez hosil bo'ladigan, tez yig'ilib turadigan bemorlarga va har xil zararli mahsulotlarni iste'mol qiladigan, mana sigaret bo'lishligi mumkin yoki bir qandaydir zararli mahsulotlar natijasida tishlarda hosil bo'ladigan har xil ranglar, kofe shu qatori, kofeni ham ko'p iste'mol qiladigan odamlar ham qalin turdagi tish shotkalardan foydalanishlik tavsiya etiladi, chunki ana shu qalin turdagi tish shotkalari tishlarda nalyotlarni, ranglarni hosil bo'lishligini oldini oladi. Xo'p, Biomet tish shotkasini foydalanib ko'ramiz. Ozgina sursa ketadi. Ozgina qalinroq deganda bu ana bu boshchasi kattaroq. Og'zimga sig'mayaptilar. Ingichka uzun bo'lsa bu ingichka va uzunroq bo'lsa, og'iz bo'shlig'ida harakat bir muncha osonroq bo'ladi. Buniki sal qalinligi hisobiga harakatlanish menda biroz qiyinroq bo'ldi. Balkim og'iz bo'shlig'i kengroq bo'lgan insonlarga bu qulay bo'lishi mumkin. Uchinchi turdagi brendimiz Colgate brendiga chiqarilgan o'rtacha qalinlikdagi tish shotkamiz. Xo'p, bu shotkamiz boshidan oxirigacha mana plastmassadan tashkil topgan. Shotkalarimiz yaxshi. Shotkasini shunaqangi xususiyati borki, bu kamerada ko'rinmaydi. Shotkalarning uchigacha deydi bir ozgina qolgan miqdorda qalinlikda shotkalarning uchlari mayinlashgan. Mayinlashgan mana shu ozgina uchi. Bu shotkani xarid qilib o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Orqa tarafi shotkani orqa tarafida mana bunday g'adir budurlikni ko'rish mumkin. Colgate ko'proq yondashadiki, faqatgina tishlarni tozalash uchun emas, tilni ustki yuzasidagi qarashlarni ham tozalashlik uchun mana shunday g'adir budur qilib ketgan. Xo'p, bu shotkadan ham foydalanib ko'rib baho beramiz. Xo'p, Colgate shotkasini ishlatib ko'ramiz. Shotkalarda birinchi ishlatgan sifat shotkamizni asosiy yuvish qismi uzunchoq, ingichka va uzunchoqroq, tuxumsimon desak to'g'riroq bo'ladi. Joylashganida yuvishda menga qulaychilik tug'dirdi. Ikkinchi Biometimizniki esa dumaloq. Mana shu yuzasi dumaloq, dumaloq, qalinroq edi. Buniki esa to'rtburchak sifat, ko'p burchak desak ham bo'ladi. Ana shu holatda ekan, qani foydalanib ko'rib, og'iz bo'shlig'ida foydalanishga qanchalik qulayligini ko'ramiz. Ozgina ishlatsak ketadi. Qani. Bu ham qo'polroq. Bu ancha qo'pol. Deyarli og'zim to'lib qoldi. Bu shotkada yuvayotganimda og'zim to'lib qoldi. Shotkani tuzilishi agar sizga ko'rinayotgan bo'lsa, to'g'ri joylashmaganda salgina egilgan, old tomonga qarab egilgan. Bu ham sal menga qo'pollikni keltirib chiqaryapti. Og'zim to'lib yuvayapman. Bunda erkin harakat kam. Balkim og'zi kattalarga yana aytganimizdek qulaylik uyg'otishi mumkin. Xo'p, men buni chayib kelaman va o'z xulosamni sizga aytaman. Uchta brendning o'rtacha qalinlikdagi tish shotkalaridan foydalanib ko'rdik va xulosaga o'tamiz. Splat birinchi yuvgan tish shotkamiz
Dastasi ham qulay, juda ham yaxshi ingichka joylashgan va ishchi qismi, asosiy qismi ko'rib turganingizdek uzunchoqroq joylashgan. Bu menga ancha qulaylik yaratib berdi tishlarimni yuvishda, erkin shotkani harakatlantirishimda. Bo'lmasa, meni og'iz bo'shlig'im kengroq ochiladigan toifaga kiradi. Og'iz bo'shlig'i kichkina, o'rtacha ochiladigan va katta ochiladigan turlarga bo'linadi og'iz bo'shlig'i ham. Meniki o'rtacha darajadagi katta ochiladigan og'iz bo'shlig'i hisoblanadi. Bu mendagi og'iz bo'shlig'i bilan qalinroq boshchasi, mana bu asosiy ishchi qismi qalinroq bo'lgan shotkalar ham bemalol harakatlanishi kerak. Splatda erkin harakatlandi. Shotkalari ham juda ham zo'r, menga yoqdi, to'g'risi. Yaxshi, splatga foydalansa bo'ladi, zo'r. Biometdan foydalanib ko'rganimda o'sha yuqorida aytib o'tgan eng katta kamchiligi mana shu ishchi qismidagi qalinlik menga xalaqit berdi, to'g'risi. Bunda erkin harakat qila olmadim. Tepadan pastga harakatlantirishim kerak bo'lsa, buni qalinligidan lunchumga tegib, tepadan pastga harakat qisqarib qoldi, kamayib qoldi. Natijada to'liq tozalash qiyin bo'ladi. Tozalasa bo'ladi, lekin tozalash qiyin bo'lar ekan. Va nihoyat Colgate-ni bitta yoqqan tarafi, bunda ham o'sha kamchilik, ishchi asosiy qismini qalinligi, mana bu yerda yo'g'onligi shotkani erkin harakatiga xalaqit beryapti. Buni oldingi tomon egilganligi ham menga juda ham xalaqit berdi. Bilmayman nima uchun buni dizayn balkim shunaqa qilib ishlab chiqarishgandir, lekin foydalanishda menga bir muncha qiyinchilik tug'dirdi. Masalan, ichki tishimni, ichki yuzasini tozalashligimga ham ozgina miqdorda og'zi kichkinalar bundan foydalanishi juda qiyin bo'ladi. Bitta yoqqan tarafi nima bo'ldi? Buni orqa yuzasida tilni ustki qarashlarni tozalash uchun joy ajratganligi menga yoqdi. Umumiy hisobda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, menga eng yoqqan shotka splatni o'rtacha qalinlikdagi shotkalar turidan splatni shotkasi menga yoqdi. Bularni solishtirayotganda narx nisbati bir xil turdagi shotkalar tanlandi. Shotkalarning qalinligi o'rtacha qalinlikdagi shotkalar tanlandi va maxsus shotka emas. Misol tariqasida shotkalarda shunaqa xususiyat borki, qaysidir brendlar ishlab chiqaradiki, aktivniy ugl bilan ta'minlangan tish shotkalari bor. Ular tishni oqartirishga moslashgan deyishadi. Endi qanchalik to'g'riligini biz keyingi videolarda bir solishtirib ko'ramiz. Haqiqatan ular ishlaydimi, ishlamaydimi? Ana shunday shotkalarni, maxsus shotkalarni ishlab chiqarishadi. Bu shotkalarni tarkibi bir xil. Ana shu ishda o'qib o'rganib chiqqanimizda uchala tarkiblari ham bir xil tarkiblik tish shotkalari. Lekin ana shu asosiy dizayndagi joylashuv og'iz bo'shlig'ida bir muncha qulaylik yoki noqulaylikni keltirib chiqarar ekan. O'zimni xulosamni qilib aytaman, og'izni kichkina bo'lgan insonlar yoki o'rtacha og'iz ochilishi keng bo'lgan insonlarga splatni ana shu tipdagi shotkalardan foydalanishlikni men tavsiya etib qolaman, chunki foydalanish haqiqatda qulay va oson ekan. Og'zi bir muncha kattaroq bo'lgan insonlar uchun Biometni tavsiya etaman. Biometni ham tavsiya etaman. Colgate'dan foydalanib ko'ring, balkim kimgadir men ko'rmagan qulayliklar topishar. Foydalanib ko'rganda o'z xulosangizni kommentariy izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi va Colgate'ni aytganimdek, ana shu tilni qarashlarni tozalovchi qismi borligi menga juda ham yoqdi. Umumiy hisobda bugungi obzorimizda splat tish shotkalari g'olib bo'ldi. Men o'zimda tanlovimni aytyapman. Siz ham shu shotkalardan foydalanib ko'rib, qaysi biri siz uchun qulay bo'lganligini, qaysi biri biz ko'rmagan tomonlarni siz ko'rib topgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldirsangiz, men uchun ham va qolgan yaqinlarimiz uchun ham foydali ma'lumotni yozib qoldirgan bo'lasiz degan umiddamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosish esingizdan chiqmasin. Bu biz uchun juda ham katta ilhom hisoblanadi va izohlarda o'z fikringizni albatta yozib qoldiring. Video siz uchun manfaatli bo'lyaptimi
qanday foydali narsalarni olyapsiz, hattoki kamchiliklarni ham yozsangiz bo'ladi. Biz ularni o'qib to'g'rilashlikka qo'limizdan kelgancha harakatni qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.